Aziz qadrli do'stlar, mana ko'rib turgan joylarda bu obyektimizni ham xudo xolasa noldan boshlab shu ikkinchi etaj sisma kolonnalarigacha qilib berdik. Endi bu yerda tom ustasini ishi qoldi. Aziz qadrdonlar, mana qilinayotgan ishlarimizni, bir qator olinayotgan narx-navolari hammasini qo'ldan kelgancha yoritib borishga harakat qilaman. Bu joyimizni bitirib, endi instrumentlar yig'ishtirib, yangi joyga ketyapmiz, yangi obyektga. Bir qator tepadan ko'rinishi pastlardan obzor qilishga harakat qilamiz. Video cho'zilib ketishi mumkin. Bundan oldin bitta like bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Kimlardir shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Bizning Ustroy jamoamizga noldan boshlab korobka holatigacha qilib beramiz. Uylarni shu stejga shunaqa joylargacha qilib beramiz. Imkoni bo'lsa tomlarni ham kelishib qolsak, tomlarni ham yopib berishgacha pastga chiqib beramiz. Xudo xolasa, aziz qadrdonlar. Ana bo'lmasa boshladik. Aziz obunachilar, mana polni regillarini ham qo'yib bo'ldik. Regillarimizga 18 li armatura 22 lik shunaqa tashalgan, 6 talik qilib. Uzunasi bunaqasi 5,5 miki 6 metrmi shunaqa joyga joylashgan. Men ham ancha oldi bu yerda ishlamaganimga. Hozir bugun usta kelmagani uchun o'zim obzor qilishga harakat qilyapman. Gazabloylarimiz 16,5 mingdan olgan, ikkinchi etajga 1350 ta gazabloy ketgan va 7 ming so'mdan usta haqi bo'ldi. Ikkinchi etajga urib berdik. Sisma kolonna rigili hammasini bitta qilib 130 mingdan qo'yib berdik. Sismasi ham, kolonnasi ham, rigili ham bir xil narxda bo'ldi. Endi aziz obunachilar, piltalarni yig'ib bersak 38 millionga olindi va 33 ta pilta keldi. Mana bu yerimiz ikkinchi etajga chiqadigan xotimiz. Hozircha xot qo'yib ketganmiz. Razmerlarimizga keladigan bo'lsak, uyimiz bunaqasiga 20 metr, bunaqasiga 12 metr joyga tushgan. Yarmi magazin, yarmi uy, birinchi etajda podvollarigacha bor. Birinchi etajimizni gazablogini 6 ming so'mdan urib berganmiz. Bunga endi 4 oy, 5 oy oldi. Bir orada pul naqasi bo'lgani uchun to'xtatilgan. Uyda egalari yig'ib olish uchun to'xtatilgan. Mana ikkinchi etaji ham bo'ldi. Xudo xolasa bitiriladi bu uy. Bu oldi tomonlari. Narx-navolariga kelsak, aytdik 1350 ta gazablok ketdi. Ikkinchi etaj uchun, past uchun 1,5 mingta gazablok ketgan. 6 ming so'mdan pastga 1,5 ming olgan. Betonlarni 110 mingdan qo'yib berganmiz. Sisma kolonna rigilini birinchi etajlarini. Pastimizni betoni, fundamentikini ham shunaqa qo'yib berganmiz. Erta bahor bo'lgani uchun ozroq quyilgan. Ana hozir bitgan holat. Endi tepadan ham bir ko'rinishlarini olamiz. Ana aziz obunachilar, 3 ta regil o'tkazganmiz. Shu binoni tortib turish uchun. Ko'pchilik shunaqa uzun joylarda regil o'tkazmay polni pilta bosib qo'yaman deydi. U ko'pincha xato bo'ladi. Iltimos shu qilayotganinglarda regil o'tkazib qo'yinglar. Orasi masofasi katta bo'lsa, eng kamida ham bir 6 metrda bitta regil tashab kelsanglar, shu uyda yaxshi tortib turadi. Mana xudo xolasa tepalarimizdan ko'rinishi obyektimizni liniyalari ham xudo xolasa imkoni boricha harakat qilamiz chetga chiqarishga. Ko'rib ko'rasizlar, unaqa ilon bo'lib ketmagan. Xudo xolasa yaxshi, bu tomonlari ham. Bu yerda polni mana qo'yib netib usta pullarini aytib o'tdik. Hozirgi kunda gazabloylarni shunaqa 7 ming so'mdan uryapmiz. Bu albatta ikkinchi etaj, mana ko'ryapsizlar. Sisma kolonnalarimizni 120 mingmi, 130 ming qilib berdik. 130 mingdan qilib berdik. Sisma kolonnalarimiz 130 ming. Ikki etaj piltalarimizni 60 mingdan bosib berdik. Birinchi etajimizga podvalimiz yarmi bo'lgani uchun, darvozaxonalar ham qo'ygani uchun 11 ta pilta ketgan. 1 million 200 mingdan olingan o piltamiz. Eski pilta olib kelingan. Shu krani bilan 1 million 200 mingdan tushgan 11 ta pilta olingan. Podval uchun bu. Mana birinchi etajga endi bu yerga to'sin tashab, xudo xolasa tomni yopib qo'yilaveradi. Bu tomoni uy bo'ladi, bu tomoni magazin bo'ladi. Agar keyinchalik bir tomoni ham magazinga qo'shib yuborsa ham bo'laveradigan qilib, bu yerdan bitta eshik, bu yerdan bitta eshik qo'yib qo'yilgan. Xonalarga bo'lib, xullas xohlaganda dizayn qilsa bo'laveradi. Xonalarda gipsa karton shunaqa narsalar bilan. Birinchi etajimizda ham
pastida 3 ta xona, tepasida shunday magazin. Ularni ham qo'lni ko'rsatamiz. Ishlarga ham baho berib ko'rasizlar. Qo'lni chiqarib, xudo xolasa qilib berdik. Mana aziz obunachilar, bu shu binoyimizning tashqi ko'rinishi. Ana magazin bo'ladi, 3 ta bo'g'imlik, 3 ta oraliq magazin. Eng chekkasi darvozaxona, ikkinchi etajda darvozaxonani ham qo'shib yuborganmiz. Ko'rayotgan bo'lsanglar, shu magazinimizning tagi yarmi podval bo'lgan. 3 metr atrofida podvalimiz. Bunaqa podvallarni qo'yganmiz. Ha, ko'rsanglar bo'ladi. Xudo xolasa cho'tka qilib bitirib topshirdik. Yoqqan bo'lsa, like bosib obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar.